Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Hammanglarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men programma riyosatchisi Arman Nurijon. Amerikaning eng dastlabki rock cho'lponlaridan Elvis Presley, hard rock musiqa atirdi va Bobby Dylanni nurg'un kishilar tonimaydi. Biroq Michael Jackson desa tonimaydigan odam yo'q deyarlik. Michael Jackson bugungi zamondagi tangdishi yo'q ruh naqsh cho'lponi. Buningga butun dunyo musiqa sohasidagilar va har qanday kishi ko'z yuma olmaydi. Uning 5 yosh chig'ida musiqa va usulga bo'lgan alohida talanti bayqalgan. Keyin har bir chiqargan plastinkalari rekord yaratib, sanoqsiz mukofotlarga erishgan. Uning naqshlari yuraklarga cho'nqur singib, mangu astin ko'tarilmaydi. U yana kishini hayron qoldirgudek yaxshiliklarni qilgan. O'smir bolalarni qutuldirgan. Afrikaga yordam bergan. Uning chiroyi, odati, nikoh ishi va turmushi qatorliqlarning hammasi axborot sohasidagilarning mangu qiziqadigan parang temisidir. Muzik talanti va muzika uchun o'chmas tuhfalarni qo'shgan bu dangdor shaxs haqida ko'plagan ishlarni bilmaslik nurg'un kishilarni afsuslantirdi. Biz bugungi programmamiz orqali Michael Jacksonning qisqacha tarjima holini radio anglag'uchi do'stlarga so'zlab beramiz. Michael Jacksonning o'sib yetilishi, muzikaga qo'shgan tuhfalari va kishilar ko'ngil bo'ladigan har xil temalarni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Undaqda diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Noyabrda Michael va Paul McCartney birlikda aytgan naqsha so'zlar Angliyada uda 2 hafta ikkinchilikka erishdi. Dekabrda so'zlar Amerika E'lon munbiri jurnalida uda 6 hafta oldingi o'rinda turdi. Bu bir yil ichida Michael E'lon munbiri jurnalining moda san'atkor, negir san'atkor, moda plastinka san'atchisi, moda yakki naqshi san'atchisi, moda er san'atkor maxsus plastinkasi, moda er san'atkor yakki naqshi negir san'atkori, negirlar maxsus plastinkasi, eng nodir naqshi usul san'atkori, eng olqishlangan maxsus plastinka yakki naqshi qatorliq har xil mukofotlarga erishdi. Hard Rock jurnali o'qirmanlar bilet tashlash saylimida Michael shu yillik san'atchi, yillik rock san'atchisi, yillik naqsh filmi, yillik film ishliguvchi mukofotlarga, muzikaga baho berguvchilar bilet tashlash saylimida yillik san'atkor, yillik naqsh filmi, yillik er naqshchi, yillik rock san'atchisi qatorliq mukofotlarga erishdi. 1984-yili Michael Jackson ranglik eriq kishilik huquqini ilgari surish jamiyati tarqatgan He Cloud Johnson erkinlik o'rniga 11-navbatlik Amerika musiqa mukofotining alohida tuhfa, eng olqishlangan er naqshchi qatorliq 7 turlik mukofotga erishdi. Fevralda Strangu plastinkasi Angliya musiqa mukofotining Angliyadagi eng nodir plastinka mukofotiga, Michael eng nodir xalqaro san'atchi mukofotiga, 26-navbatlik Grammy mukofotining yillik maxsus plastinka, eng nodir rock san'atchisi, yillik plastinka, eng nodir er san'atchi, eng nodir ritm san'atchisi, eng nodir ritmdagi yangi naqsha, eng nodir unga erish, yillik plastinka ishliguvchi qatorliq 8 turlik cho'ng mukofotga erishdi. Aprelda Michael 2-navbatlik butun Amerika musiqa filmi mukofotining eng nodir uzun musiqa filmi va eng nodir oila musiqa filmi qatorliq 2 turlik mukofotiga erishdi. Titrangu plastinkasi ta bugungacha setilish rekordini saqlamoqda. Mayda Zongtung Regan Michaelga insonparvar Zongtung mukofotini berib, zarbi berayli naqshisi orqali haroq ichib mashina haydamaslikni tashviq qilganligini maqtadi. Michael buningdan sirt yana nurg'un mukofotlarga erishdi. 1983-yil mayda Morton shirkati qurilganligining 25 yilligini xotirlash faoliyatiga Michael va qarindosh Jacksonlarni o'yin qo'yib berishga taklif qildi. Michael va oilasidagilar maslahatlashib ma'qul bo'ldi. Chunki nima qilmagan bilan Michael va qarindoshlari qadimini Morton shirkatidan boshlab
bugünkidek utuqqa erishgan. Mortonning xo'jayini Berri Gordi yanada Mixailning do'sti va akasining qiynatchisi edi. Morton shirkati Mixailni yolg'iz bir numar o'rindab, andin qarindosh Jeksonlar bilan yana bir numar o'rindab berishni umid qildi. Mixail ma'qul bo'ldi. Biroq numurlar televizorda ko'rsatiladi. Mixail kichik vaqtida talantlilar o'yin qo'yish musobaqalariga qatnashib, televizorga chiqishga amroq bo'lgani bilan hozir yoqtirmaydi. Berri Gordi Mixailni uning unalg'u xonasiga izlab kelib, xili paranglashdi. Oxirida Mixail, "Bo'ladi, televizorga chiqsam mayli, biroq zarbi berayli degan naqshamni aytaman" dedi. Zarbi berayli shu kunki o'yin qo'yishda Morton shirkati tavalligida bo'lmagan birdan-bir naqshi bo'lib qoldi. O'yinga tayyorlik qilish uchun qarindosh Jeksonlar yana to'plashdi. Garchi mashq nihoyatda jafoliq bo'lsa-mu, yanada xo'shal edi. Ular mashqlarni sinalg'uga elib elib, bir tarafdan ko'rgach, bir tarafdan tuzitib, qayta mashq qildi. Mixail qarindosh Jeksonlar atrofidagi mashq bilan bo'lib ketib, o'zining numarini mashq qilishga vaqt ajrata olmadi. Shunga oxiriga kelganda zarbi berishni qandoq o'ynab chiqishni hapala-shapala o'ylashdi. Bevosita sezimi bo'yicha u bir jasuslar shilapisi va qora chapon tepib o'zini yasamoqchi bo'ldi. Qandoq o'ynab chiqish kerak? Xiligicha o'ylabmi, yaxshiroq harakat topolmadi. O'yin qo'yishning oldingi oqshimi Mixail o'z uyida zarbi beraylining muzikasini chaldi. Ondan o'rnidan turib, mudir silir qilmasdan naqshini xayol qildi. Ushdan tut, xuddi naqshi uniga qandoq harakat qilishni aytib berayotgandek, muzikaning turtkisida ixtiyorsiz harakatga keldi. Usul xuddi tenidan o'zligidan urg'ib chiqayotgandek bo'ldi. U shilapsini elib pason chiqarib midirlatdi-da, put-qo'llarini harakatga keltirdi. U harakatni pishiqlab olgandan keyin uni Morton san'at kechiligida o'ynab chiqmoqchi bo'ldi. Shu kuni sonsizlagan tomoshabinlar televizor oldida taqazzolik bilan o'ltirishdi. Chunki Mixail Jeksonning numeri bor. Ular Mixaildan yangicha bir usul harakatini ko'rdi. Bir kechiga yetmagan vaqtda bu harakat butun Amerikaga, ondan butun dunyoga tarqaldi. Mana bu chaqmoq usuli. Asli bu usul Amerikaning ko'chalarida yuradigan neger yoshlardan tarqalgan. Mixail uni yanimi bir baldoq yuqori ko'tarib dunyoga tarqatdi. Mixail numarini o'rindab bo'lib sahna orqasiga o'tganda, kishilar uning muvaffaqiyatini tabriklashdi. Qarindoshlari uni quchoqlab so'yib ketdi. U nihoyat hayajonlangan bo'lsa-mu, biroq harakatini ko'ngildagidek taltukis o'ynab ketolmaganligidan afsuslanadi. U azaldan hamma ishda taltukislikni qo'g'lishyapti. Bu qitimqi o'yin qo'yish Mixailda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Shu kun oqshimida u hammani xotirlab oldi. Keyingi kunlarda u shu kunni asga olsila hayajonlanadi. O'yin o'ynagan kunning atisi dangliq usul san'atchisi Mixail intayin hurmatlaydigan artist Ferit Astayer uninga telefon berib, "Siz kishini cheksiz hayajonga soladi ekansiz. Oqshom sizga 9 ta'zim qilyapti" dedi. Mixail nihoyat xush bo'lib, uningga rahmat aytdi. U yana, "Siz g'azab nafratni ifodalaydigan usulchi. Menmi shu? Men izchil Hasan bilan shunday qilib keldim. Men oqshomqi o'yiningizni sinalg'uga ilib olgan edim. Bugun yana qaytib ko'rdim. Siz meni to'limi hayajonga soldingiz" dedi. Mixail Astayerning so'zini hayotida erishgan eng yuqori baho deb qaradi. U Astayerni yo'qlab berib, uning uyida yana bir danglik usul ijodchisi Hermes Pan bilan tanishib qoldi. Keyin yana bir danglik usulchi Jean Kelly Mixailni yo'qlab keldi. Shuningdan keyin u bir rasmiy bo'lmagan usulchilar guruhiga qo'shilib qoldi. Morton shirkatining o'yin qo'yish faoliyatidan keyin nurg'un axborot xabarlarda Mixailni yangi avlod Dina Tener, Elvisga o'xshash kishini hayajonga soladi deb ta'riflashdi. Dina Tener Amerikada rock usul podshohi degan nomga erishgan darajadan tashqari ayol cho'lpon. Elvis Presley Amerika rock muzikasining dastlabida cho'lponlar podshohi sanalgan. U yangi bir davrni ochgan, nurg'un kishilarning qalbidagi mangulik iloh. Mixail axborot sohasining har xil qarashlariga belgilik orliq tashlab qo'ydi. U axborot sohasini tuturuqsiz ishinib ketishga bo'lmaydi deb qaraydi. Amaliyotda Mixailning naqshi yoki usuli bo'lsin, oson erishgili bo'lmaydigan qimmatli san'at buyumi.
u hech qanday naqsha va usuldan qilishmaydi. Mixailning usti beshiga jasuslar qalpiqi, qora chapini, bir poy paliga kishilar nihoyatda diqqat qildi. U faqat bir poy palay kiygan edi. Mixail o'zi bir poy palay kiysa qaltis bo'ladi deb qaradim. Ikki poy palay kiyganda odatdagidek bo'lib qoladi. Bir poy palay kiyginim nihoyatda o'zgacha bo'ldi. Agar biraylan o'zining tashqi qiyofatiga bak diqqat qilib ketsa, ko'p o'ylansa, cho'qim xatolik o'tkazib qo'ydi. Chunki san'atchi o'z alohidligini tabiiy shakllantirishi, kechkichi xiyol qilavermay, asta-asta his qilishi kerak dedi. Mixail moda qo'g'lishni yaxshi ko'radi. Keyin uning o'zgacha yurish turishi boshqalarning qo'g'lishidigan modasi bo'lib qoldi. Sahnada Mixailning kiyimlari valildab, hammani o'ziga jalb qiladi. Biroq odatda uylarda nihoyatda erkin kiyinib yuradi. Qimmatbaho zinnat buyumlarini taqamaydi. Undaq narsalarni ortiqcha his qiladi. Do'sti Jekki Gelizon uningga nihoyatda chiroyli bir uzuk sovg'a qilgan edi. Lekin uni o'g'riga berib qo'ydi. Mixail uzukning yutganiga afsuslandi, biroq bak ko'ngli kelib ketmadi. U boshqalarning do'stligi va sovg'at berganligining o'zi hammadan ustun. Uni hech kim o'g'irlay olmaydi. Hamma narsa yuzi qaraydi, chog'liq deb qaraydi. Mixail san'at qozongan utuqi bilan karomat boyliqqa erishdi. U plastinka chiqarib, o'yin qo'yib, mukofotlar bilan haqqa erishib qolmay, e'longa chiqib, texmi ko'p haqqa erishdi. 1983 dekabrda Besit Cola şirketi onunğa 5 milyon dollar e'lon haqqi berdi. 1986 martda Besit Cola şirketi yana onunğa 15 milyon dollar e'lon haqqi berdi. 1985 yili Mixail bir qitimdala iPek şirketidan 58 milyon dollar avtorlik haqqiga erishdi. 90-yillari Mixail haqqi 1 milliard dollarlik to'xtamga qo'l qo'ydi. Bu mu bugungacha saqlanib kelayotgan rekord edi. U dunyo bo'yicha kirimi eng yuqori san'atchi bo'lib baholandi. Mixailning boyligi son-sanoqsiz bo'lg'achqa, Razamari Peresley bilan to'y qilganda necha 10 million dollar xarjladi. Mixail yana g'oyat zo'r mablag' chiqarib, pil odam jasadini setib oldi. Bu ish g'oyat zo'r g'ulg'uli paydo qildi. Pil odam Angliyadagi chiroy shakli va taqturqi g'alit sat odam edi. U o'lgandan keyin jasadi saqlab qo'yilgan. Kishilar Mixailni pulni joyiga ishlatmadi deyishdi. Mixailning yurti Indiana shtati Geri shahri. Yurtidagi uyning abjiqi chiqib ketgan. Yurti namuratlikda qolgan bo'lsa-mu, u yurti va koni uyi uchun bir tiyin ajratmadi. Ayni chog'dagi qo'shnilari uningdan sal og'rindi. Lekin Mixail g'oyat zo'r mablag' bilan dunyoni qutqizish fondi jamiyatini qurib, butun dunyodagi bolalarni qutuldirish uchun ishlatdi. U yana Mixail Jackson ko'yib davolash markazi qurib, ko'yib bemorlarni haqsiz davoladi. Afrikadagi ofatga uchragan rayon va xalqlarga pul iyona qildi. Mixail ko'p taraflamilik, strolog odam. Har qanday odam uniga osonla baho bera olmaydi va ayblay olmaydi. Mixailning oilasi boyliq ko'milib ketgan bo'lsa-mu, u moddiy boyliqqa qiziqmaydi. Uning so'yidig'ini san'at va ijodiyat. U italiyalik rassom Makal Kironi va asarlarini yaxshi ko'radi. Uning hammadan talto'kisligini qo'g'lishadigan ruhiga qiziqadi. Mixail o'zimi rassomlikni tushunadi. U Andrew Morton shirkatiga kirganda Diana Ross uningga buni o'rgatgan va qiziqtirib qo'ygan. Titranguning g'albisi Mixail va Kevinsi Jonesni cheksiz shodlantirdi. Mixail keyin shu chog'dagi hissiyotini tilga elib mundaq deydi. Meningcha, shu chog'dagi hissiyotim yugurish musobaqasida birinchilikni elib, oxirgi nuqtaga yetib borgan odamnikiga o'xshash. O chog'da men bir tanarkatchini ko'z oldimga keltirdim. U butun kuchi bilan yugurib nishoniga yetganda, maydisi to'sib turgan yipqi takkanda, atrofdagilar varqirab olqish yog'dirdi. Garchi men tantarabiya bilan shug'ullanib boqmasam-mu, ammo yurgim tanarkatchilarniki bilan o'xshash. Chunki men mashqning naqadar jafoliq ekanligini, shu eng oxirgi bir elishish, eng oxirgi bir daqiqa uchun hatto butun hayotini sarf qiladiganligini bilaman. Oxiri u g'alba qiladi.
Bu tushning amaliyotga aylanishi, hayotiy kuchga to'lishi. Men bu xil hissiyotdan huzurlana olayman, chunki men uni tushunaman. Shuhrat qozongandan keyingi Michael Jackson har vaqt ommaning nazaridan qochib qutula olmadi. U bu ahvoldan borgancha yerginishga boshladi. U kichik dili shundoq edi. Londonning Hounslow aerodromidagi talon-tarojda qalbida cho'nqur yara iz qolgan. U izchil bu xil ahvolni o'zgartmoqchi. Kishilar va so'z tarqatquchilarning orqadan qo'g'lab yurishidan va nazardan qochib qutulmoqchi bo'ldi. U tinch, sirliq turmush kechirishni orzu qiladi. Garchi u nihoyatda kelishgan bo'lsa-mu, sirtqi qiyofatidan xijil bo'ladi. U mutaxassislarning yetakchiligida yemak-ichmakni radga soldi. Kala go'shi, to'xu go'shi, beliq va may moddasi yuqori yemekliklarni yemay, yaxshi tan tuzilishini saqlab qoldi. Burnini husn tuzash operatsiyasi qildirdi. Ammo va axborot sohasidagilar uning har bir yurish turishini bo'sh qo'yib atmadi. Shaxsiy turmushiga har xil baholarni yog'dirdi. Hatto tutruqsiz gaplarni tarqatdi. Alayliq axborot sohasidagilar uni yuz qismini butunlay husn operatsiyasi qildi. Yuz so'ngikini o'ngshatdi. Hatto terisini oqartib, ko'zini cho'ngaytib, qalbkini nepizlatdi deb aybladi. Mikhailni ayblaganlar u mushundoq operatsiya orqali yuzidagi negerlarga xos alohidaligini yo'qotib, oqtanliklarga texmi yaqinlashdi dedi. Bir gezda hatto Mikhail dedi deb mundaq so'z besildi. Darajadan tashqari cho'lpon bo'lish uchun chiroyim oqtanliklarnikiga o'xshash bo'lishi kerak. Negerlar bu jamiyatda hargiz eng yaxshisi bo'la olmaydi. Mikhail yuqoridagi so'zni qat'iy inkor qildi. U o'zining qartallik bo'lganligidan faxrlanganligini, terisining pigment cho'kish kasalligidan oqarganligini, qolganlarning hammasi quruq o'ydirma ekanligini aytdi. Negerlar masalasi Amerikada bugungacha saqlanayotgan irqiy masalaga taqishdi. Mikhailning Amerikada tug'ilib qolishi ham uning baxti, ham uning baxtsizligi. Mikhail qora ko'zoynak taqishni yaxshi ko'radi. Chunki ko'zoynak taqib olganda kishilarning oson to'nib olishidan, qashilik qilish va ovora qilishidan saqlanig'ili bo'ladi. Uning ustiga u osonli mushkul ahvolda qoladigan bo'lg'achqa, ammo bilan yuzma-yuz do'qurishib qolishdan qo'rqadi. Dal uning bu odati uni o'ng'aysizlantirib qo'ydi. Titrangu plastinkasi Amerika muzika mukofotining 8 turda mukofotlanib, Mikhail sahnaga qora ko'zoynak taqib mukofot olg'ili chiqdi. Sansizlagan tomoshabinlar oldida ashu turqi bilan turdi. Uning yaqin do'sti, dangliq ayol kino cho'lpini Udayli Xibinmu naq maydonda edi. U Mikhailni tabriklab, uning yeniga keldi va orqadinlar "Naqshi mastanalaringiz sizni ko'zingizni ko'rmoqchi edi, lekin qora ko'zoynak taqib oldingiz. Ularni aldavatsiz" dedi. Bir oydan keyin Mikhail yana Geralmiy mukofotining 8 turda mukofotlandi. Oldingi 7 tur mukofotini olg'ili sahnaga chiqqanda, u yanada qora ko'zoynak bilan chiqdi. 8-qitim sahnaga chiqqanda ko'zoynakini elib etib, sin elish apparatiga qarab turib, "Udayli, ko'zoynakimni siz uchun elib etdim" dedi. Mushu turqida Udaylini cho'qim televizor oldida deb o'yladi. Amaliyotda shunday edi. Mikhailning bu kichikini chaqchaqli qilib qo'yishimi naqshi mastanilari va Udayliga bo'lgan hurmat va tashakkuri edi. Michael Jackson ko'yik davolash markazining qurilishi uning bir qitimliq peshkanligi yo'liqishidan bo'lgan. Besit Cola shirkati Mikhailni yuqori haq bilan e'lon ishlab berishga taklif qildi. Suratga elayotganda magni nuri yoritquchi top o'qini yondirishga mas'ul kishi uni baldur yiqib qo'yganlikdan yoritquchi top o'qi Mikhailning beshining ikki tarafida portlab, bir necha parcha o't uning chechiga tushib, darhol ko'yishga boshladi. Mikhail o'tni o'chirib olish uchun yerda do'molab ketdi. Aksi jimoyin uningga biri o'q atgan o'xshaydi deb yurki og'ziga tiqildi. Kishilar patparaq bo'lib ketdi. Qutqizish mashinasi darhol yetib keldi. Mikhail o'zining mashinaga ko'tarib chiqarilib, doktorxonaga ilib mengilayotganligini aniq bilib turdi. Mashinadan tushganda u birdan talay so'rab qo'liga kiyib olib, muxbirlarga qo'l pulanmadi. Shu chaqda tortib olingan surat keyingi kunlikda dangliq suratlardan biri bo'lib qoldi. Shu ahvoldami Mikhailning o'zini shuncha tamkin tutib olishi ham bir oz yumoristik bo'lishi kishilarni hayron qoldirmay qoldi. Keyin doktor uningga hayot qilishining bir mo'jiza bo'lganligini aytdi. Chunki uning butun kiyimi ko'ygan,
Arqa mengisi 3-darajada ko'rgan edi. Best Cola şirketidagi xizmatchi xodimlar dakki-dukka va g'amda qoldi. Bu ahvoldan keyin nurg'un kishilarning shirkatning mahsulotiga o'ch bo'lib kelishidan, shirkat savdosiga zo'r ta'sir ko'rsatishidan ham Mixailning arz qilishidan qo'rqdi. Natijada ular Mixailga e'lon haqqidan sirt $1,500,000 berdi. Mixail bu pul bilan Mixail Jackson ko'yik davolash markazini qurdi. U doktorxonada yotganimda boshqa ko'yik bemorlardan bakli ta'sirlandim. Ular uchun oz to'la xizmat qilmoqchiman dedi. Bir kuni biraylan Mixaildan o'zini baxtli his qiladigan qilmaydiganligini so'raganda, u meningda azaldan talto'kis baxt tuyg'usi bo'lib boqmagan dedi. Biroq u shuni cho'nqur to'nib yetdiki, nurg'un kishilarning o'ziga bo'lgan g'amxo'rligiga rahmat aytishi, salomat turganligiga, oila va do'stlarning muhabbatiga chin ko'ngildan minnatdor bo'lishi kerak albatta. Mixail tuqqanlarning qadrini qiladi. Ota-onasi va aka-uka, och singillarni hurmatlaydi. U bu qitimqi g'albi ilohiy sayyora o'yin qo'yishga borg'usi kelmagan bo'lsin-u, ammo qarindoshlarining kuchlik orzusi ostida ma'qul bo'ldi. Bu ko'limi zo'r bo'lgan sayyora o'yin qo'yish bo'lib, 5 oy ichida 55 maydon o'yin qo'yatdi. O'yin qo'yish bilanla Mixail nurg'un jihatlarda kishilarning ta'riflashiga erishdi. Qarindoshlariga selishtirganda u cho'lponlar shohidi. Uni televizorda ko'rib kelayotgan naqshi mastonalari o'z ko'zi bilan ko'rishga tashna edi. U mastonalarni umidsizlantirib qo'ymadi. O'yinni yaxshi qo'yish bilan birga kishilarga kamtar pozitsiyada bo'ldi. U hamma numurni voyaga yetkazib o'rindidi. Naqshini va usulni astoydil aytib, o'ynagandan sirt sahnada nihoyatda chiroyli so'zlarni qilib, tomoshabinlarni texmi jalb qilish bilan birga kayfiyatni yuqori pallaga ko'tardi. U so'z san'atining nihoyatda muhim rol o'ynaydiganligiga ishonadi. Uning yaxshi adabiyot qobiliyati bo'lib, qaltis naqsh tekstlarini yozib chiqa oladi. U sahnada har vaqt to'liq g'ayratga, ishonchga to'lgan holda namoyon bo'ladi. Uning bir naqshi dal o'zining qiyofatini ifodalagan. Bir egiz tog'. Biz siz bilan birlikda go'zal muzikadan bahrilanamiz. Sizga o'zimizning ishimizni so'zlab beramiz. Mixail sahnani o'zgacha loyihaladi. Ular o'yin boshlanishi bilan sahnada paydo bo'lib, ondan tomandagi tomoshabinlar orasiga tushdi. Bundaq bo'lganda kayfiyat texmi yuqori ko'tariladi. Har qitim o'yin boshlanib, chiroqlar yo'rganda maydon ichi qaynam toshqinlik to'ladi. Qarindoshlari bilan yana birlikda o'yin qo'yganligidan Mixail xush bo'ldi. Chunki ular bash qarindosh Jacksonlar davriga qaytgandek bo'ldi. Jamoinmo o'yin qo'yishga qatnashdi. Bu muzika tartining nomi texmi purkatdi. O'yin nihoyatda yaxshi qo'yilganlikdan havaskor tomoshabinlar o'zlarini bosolmay qizg'in varqirishib ketdi. Sahnaga chiqish bilanla Mixailning ruhi ko'tarilib ketdi. Muzikaning boshlanishi, chiroq nurining yo'ritishi bilanla butun vujudi hayajonga to'ladi. Muzika udari uning ich-ichlariga kirgandek bo'lib, butun badanini tavritishga boshlaydi. U kishini mast qiladigan go'zal naqshi ovozi va ko'zni qamashtiradigan usuli bilan sonsizlagan ko'zlarni o'ziga qaratdi. Mixail naqshini o'zini unutgan holda o'rindab, tomoshabinlar kayfiyatini ko'tarishni yaxshi ko'rdi. U to'lisa, tomoshabinlar uningga ergishib to'laydi va putlarini urib, zal ichini tavritdi. Buningdan Mixail cheksiz hayajonlanadi va faxrlanadi. Shuncha ko'p odamning o'zi bilan bir hissiyotga kelishi nima degan qaltis ish. Buni bir ajoyib, ulug' bir payt deyishga bo'ladi. Sayyora o'yin qo'yish Mixailning zo'r natijalarini qo'lga keltirgandan keyingi naqshi havaskorlari bilan yana qayta uchrashishi bo'ldi. Lekin u ba'zi qiziq ishlarga yo'liqib hayron qoldi. U koridorda yoki bir yerlarda tasodifiy bir necha odamga yo'liqib qolsa, ularning o'zaro yo'q, bu Mixail emas, u bu yerda nima qiladi deganini anglab qoladi. U havaskorlar Mixailni ko'rishni mo'jiza deb qarg'achgan, uning bilan mundaqli uchrashib qilishga ishonmaydi. Uni odatdan tashqari ko'radi. Amaliyotda Mixailmo odatdagi odam. Sayyora o'yin qo'yayotganda bir kuni Mixail mehmonxonaning balkonida turib mundaq ish qilib balkon bog'cha ichiga qaraydi. Bog'chada odamlar ko'p edi. Ushtum tut, bog'cha ichidagi baraylan Mixailni to'nib qilib, Mixail deb varqirab ketdi.
boshqalarmi uni ko'rib to'plashib Mixail deb tangni varqirashdi. Ularning shuncha ratlik, jarangliq ovozi bog'cha ichini titirtirdi. Dastlab Mixail nima qilishini bilolmay qoldi, ammo to'limi hayajonlanib ketdi. U oxir tuvandagi kishilarga qo'l pulanglatib ehtirom bildirdi. Orqadan ikki qo'lini pulanglatdi. Tuvandikilarmi qo'llarini pulanglatib Mixail deb davomli to'lashdi. Ishonimizki, mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi.